qarsildoq baqlajon salati tayyorlab olamiz. Unga biz 3 ta baqlajon va 3 ta batring va biz bunday tempurная muka bilan foydalanamiz. Va bizga bunday sos kerak bo'ladi. Jarayonni kuzatib boramiz. Va biz bu baqlajonlarimizni sho'rli suvga ozgina muddat suvga bo'ktirib qo'yishimiz kerak. Hozir biz baqlajonlarni to'g'rab olamiz. Menda archilgan baqlajon va hozir sizlar bilan tozalagan baqlajonlarimiz bor. Shu ikkalasini kubik shaklda to'g'rab olamiz. Baqlajonlarda temir moddasi ko'pligi sababli bu po'stlog'i archilganda tez qorayadi. Bu eskirgan emas, yangi at po'stlog'ini artgani sababi yog'im po'stlog'i bilan yeyishga qiynaladi. Shuning uchun po'stlog'ini archganlarim bor, tutmasa to'g'rayotganlarim bor. Mana qaranglar, po'stlog'i archilgan baqlajonlarni kubik holatda razmerda to'g'rab, buni sho'rli suvga bo'ktirib oldik va bir 10-15 daqiqa bu suvda turishi kerak. Mana po'stlog'i archilmagan baqlajonlarimizni ham to'g'radik. Buni ham namakkotli sho'r suvimizga solamiz. Baqlajonlarimizni po'stiga olamiz, biroz suv siqish uchun. Qog'ozlarni po'stiga qo'yib baqlajon quruq bo'lib ketsa, endi kepurlar hamda buni ham solib va baqlajonga aralashtirib, qanaqa olamiz. Buni ham qanaqa singanlar ustidan. Va biz bunga o'zimiz qo'yib, aralashtirib olishimiz kerak. Mana baqlajonlarimizni qovurib oldik. Yarimi archilmay. Mana tayyor bo'ldi. Qilib yeb ko'ring.